Assalomu alaykum aziz avtomobil ishqibozlari. Videoni boshlashdan oldin Avtomashina kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu kanalda siz eng yangi avtomobil yangiliklari, batafsil sharhlar va foydali tahlillarni doimiy topasiz. Bugungi videomizda 2026 Chevrolet Damas modeli haqida gapiramiz. U yana bir bor barchani hayratda qoldirdi va byudjet segmentining haqiqiy qiroli sifatida sahnaga qaytdi. Chevrolet Damas yillar davomida ishonchliligi va soddaligi bilan mashhur bo'lib kelgan va 2026 yilgi avlod bu an'anani zamonaviy yondashuv bilan davom ettirmoqda. Tashqi ko'rinishda avtomobil yanada zamonaviy va jozibali bo'lib, old qismi qayta ishlangan panjara va yangi avlod LED faralar bilan boyitilgan. Kuzov chiziqlari silliqroq, aerodinamik ko'rsatkichlari yaxshilangan va shahar muhitida qulay harakatlanish uchun mo'ljallangan. Ixcham o'lchamlari tufayli u tor ko'chalarda ham oson boshqariladi. Salon dizayni avvalgi modellarga nisbatan ancha qulay va kengroq bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli joy taqdim etadi. O'rindiqlar ergonomik shaklda ishlab chiqilgan, uzoq masofalarda ham charchoqni kamaytiradi. Old panelda zamonaviy sensorli multimedia tizimi joylashgan bo'lib, Bluetooth, USB va smartfon bilan ulanish imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Rul boshqaruvi yengil va aniq bo'lib, shahar haydashini yanada yoqimli qiladi. 2026 Chevrolet Damas texnik jihatdan ham sezilarli yangilanishlarga ega. Unda 1.2 litrli benzin dvigateli o'rnatilgan bo'lib, u tejamkorlik va yetarli quvvatni uyg'unlashtiradi. Ushbu dvigatel shahar sharoitida past yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi va kundalik foydalanish uchun juda mos. 5 pogonali mexanik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va haydovchiga to'liq nazorat hissini beradi. Osma tizimi shahar yo'llaridagi notekisliklarni yaxshi yutadi. Shu bilan birga yuk bilan harakatlanganda ham barqarorlikni saqlaydi. Ushbu modelining eng katta afzalliklaridan biri uning amaliyligidir. Orqa o'rindiqlar buklanadigan bo'lib, yuk. 2026 Chevrolet Damas o'z sinfida ishonchli ishchi ot sifatida yana bir bor o'z o'rnini mustahkamladi. Kelajakda ushbu modelning turli bozorlar uchun maxsus komplektatsiyalari ham taklif etilishi kutilmoqda. Bu esa xaridorlarga o'z ehtiyojiga mos variant tanlash imkonini beradi. Ranglar tanlovi kengaytirilgan va dizayn jihatidan yanada jozibador ko'rinishlar qo'shilgan. Shu bilan Damas nafaqat ish uchun, balki kundalik shaxsiy foydalanish uchun ham mos keladi. Bu avtomobil ko'p yillik tajriba va foydalanuvchi fikrlariga asoslanib takomillashtirilgan bo'lib, real hayot ehtiyojlariga moslashtirilgan. Shu sababli u oddiy haydovchilar orasida ham, professional foydalanuvchilar orasida ham yuqori baholanmoqda. Aynan mana shu muvozanat uni bozorda raqobatbardosh qiladi va uzoq vaqt davomida dolzarbligini saqlab qolishiga xizmat qiladi. Bu model bilan bog'liq yangiliklarni bizning videolarimizda muntazam ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bugungi sharhimiz yakuniga yetadi va e'tiboringiz uchun minnatdormiz. Obuna bo'lishni yana eslatamiz. Rahmat.